Bu videoda görayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak iymonlari chiqsin, hofizza Qur'onlar chiqsin do'stim. Qarang, siz uchun manfaatli reklama qilaman. Hozir mana bir ziyoratchimiz bilan Baytullohda o'tiribmiz. Aka, assalomu alaykum. Faqatda gapirasiz. Qayerdan aka? Tojikistonda. Tojikiston pasporti. Tojikiston fuqarosi mana. Tojikiston fuqarosi bo'laroq siz Rossiyadan Baytullohga keldingiz-a? Hech qanday muammolar bo'lmadimi? Grupa bilan keldingiz, o'zingiz bilan keldingiz-a? Ibodatlarni qilyapsiz, xudo xolasa. Kamchiliklar yo'qmi? Ochig'ini mana dangalini gapiring aka. Inshaalloh hammasi yaxshi, kamchilik yo'q. Ibodatlar Hammasi qilyapti. aytganidek bo'lyapti, xudo xolasa. Ka'bani ko'rganingizda nima qildingiz aka? Aytib berish. Yig'i o'zingizga kelarkanmi Ka'bani ko'rgani? Birinchi ko'rgandagi hayot. Ish qancha yaqinlashgan sari o'sha odamimizni Yurak o'rtam. nima ketaveradi. Do'stlar, qaranglar, sizlar Rossiya hududidasizlar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar Allohning baytiga, Baytullohga bemalol kelsangiz bo'ladi. Hech qanday muammolar bo'lmaydi. Hattoki keyinchalik Rossiyaga borib, hujjat asosida, patent asosida ham bemalol ishingizni davom ettirsangiz bo'ladi. Uning uchun biz sizlarga yaqindan yordam beramiz. Do'stlar, agar qiziq bo'lsa, ko'rsatilayotgan nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Aytgancha, aynan iyun oyida unikalniy paketimiz chiqyapti. Ya'ni 100 kishilik paketimizni sizlarga taklif qilamiz. Malakali, ellikboshlar, shifokorlar, hamma chiroyli paketimiz sizlarga taklif qilamiz. Ahlan va sahlan.